15-variantga 14 ekan hozir. 14-variantga qo'yadigan bo'lsak, chig'anog'ini uzunligini beryapti. 400 polimer gen ta'sirida rivojlanadi. Bu degan 8 ta gen bor. Agar barchasi dominant bo'lsa 8 ekan. Shuning uchun nima qilamiz desa, mana bu 8 ga bo'lsak, dominant gen 1 santimetrdan. Barcha retsessiv bo'lsa 4 bo'lgan. 4 ni 8 ga bo'lsam, har bir retsessiv gen bu 0,5 dan degan. Tetrageterozigotelilarni o'zaro solishtirsak, bu 2 ni 4-inchisi 16, bu degani nechta gameta beradi? 16 ta. Keyingi organizm 16 ta gameta beradi. 16 ni 6 ga ko'paytirsak, jami oladi 256 taga teng bo'ladi. Endi qarang. Solishtiradigan bo'lsak, buni ehtimolli bilan topsak bo'laveradi. Umumiy mana bu ota-onada dominant gen soni 4 ta, ressessiv gen soni ham 4 ta. Umumiy genlar soni nechtaga teng bo'lyapti desa, 8 taga teng bo'lyapti. 6,5 santimetr chig'anoqqa ega bo'lsin degan 6,5 bo'lish uchun 5 ta dominant gen, 3 ta ressessiv gen kerak. Demak, ichidan men 5 ta dominant gen olmoqchi bo'lsam, mana faktoriyalga qo'yib yuboraman. Umumiy genimiz 8 faktoriyal, ya'ni 8 ta bo'lgan. Foydalanayotganim 5 ta, foydalanmayotganim 3 taga teng bo'ladi. Buni hisoblab chiqargan bo'lsam 56 ga teng bo'ladi. Demak, 256 dan ichida 56 ta bo'lsa, foizlab qo'yadigan bo'lsak 21,875 ga teng bo'ladi. 54-inchi, endi 34-inchida qarasangiz, chig'anoq o'rtacha uzunlik bo'lsin deyapti. O'rtacha uzunlik bo'lishi uchun 4 ta dominant gen, 4 ta ressessiv gen bo'lganda shunda o'rtacha bo'ladi. Uzunligi 6 santimetrga teng bo'lar ekan. Endi ularni topadigan bo'lsak, endi yana haligi usuldan foydalanaman. 8 foydalanim 4 tasidan, foydalanmadim yana 4 tasidan. Bu degani nechtasi? 70. 70 taqsim 2 ga ko'paygan 27,3%. Endi 5 bilan 7 ni so'rayapti. Bizda qarang, 5 bor. 5 lik jami 56 ta chiqqan. Men 7 lik topib qo'ysam bo'ldi. 7 lik 8 da mana 7 santimetrlik bo'lish uchun 6 ta dominant gen bo'ladi. Har bir 1 santimetrdan 6 bo'ladi. 2 ta ressessiv bo'lganda, hop shunda 0,5 dan 7 santimetr bo'ladi. 7 likni qidiramiz mana 8 faktorial foydalandim dominant genning 6 tasidan. Foydalandim 2 faktorial hisoblasam 28. 56 dan 28 ayiradigan bo'lsam, ya'ni foiz bor-ku. 56 dan 28 desam, ya'ni 28 chiqadi. Uni foizini topib qo'yadigan bo'lsam 10,9375 ga teng bo'ladi. 36-sida. Endi qarang, berib qo'yibdi. Qalinligi yuqorigidan, rangli bo'lishi rangsiz bo'lishidan dominantlik qiladi. Ikkalasi bitta xromosomada joylashgan bo'lib, gen orasidagi masofa 7% ga teng bo'ladi. Dominant genlarni bir tarafdan olgan o'simlik tahliliy yetishtiriladi. Mana gametalarni bo'lib yozib oldim foizlarigacha. Bularning ichidan aytayaptiki, o'qiydigan bo'lsak, parda yupqa bo'lsin, qanotlari rangsiz bo'lsin deyapti. Yupqa 80 ta avlod olingan. Yupqa rang-barang deyapti. Yupqa rang-barang bo'lish uchun kichkina A bilan katta B bo'lish kerakmi? Kichkina A katta B'lik qayerda chiqadi? Mana bu joyda chiqadi mana. 3,5% chiqyapti. Va qanoti rang-barang g'ozlar son jihatdan deyapti. Rangsiz g'ozlarning necha foizini tashkil qiladi deyapti. Qanoti rangsiz bo'lishi uchun qanaqa bo'lishi kerak? Kichkina B bo'lishi kerak. Kichkina B mana bu joyda mana bor. Mana bu joyda 3,5% bilan 46,5, ikkalasi 50% bo'ladi. Shuni necha foizini tashkil qiladi? Demak, 50% 100% deb belgilasak, mana 3,5% qanchani tashkil qiladi desa 7% tashkil. Ya'ni foizni ichidan sizdan foiz so'rab qo'yapti. Xohlasangiz mana. Yo'q, men agar foiz birligidan foiz topishni ma'nosiga tushunmayapman. Ya'ni foizdagi foiz boshqa tushish kerak edi deydigan bo'lsangiz, xohlasangiz soniga to'ling. Mana uni sonini yozib olasiz, buni ham sonini yozib olasizda. Mana ikkalasini sonini bir-biriga qo'shib 100% deb belgilab, buni chiqqan sonni qancha desangiz 7% kelib chiqadi. 37. 37 juda oson savol bo'lgan, qarang. Bu yerda tuxum qo'yayotgan son umuman qiziq emas. Nechta tuxum qo'yadi, bunisi deydigan bo'lsangiz, uni ham tushuntirib beraveraman. Mana umumiy 10 ta tuxum qo'yiladi, 10 kun mobaynida undan 7 hasharot 10 ta kelib chiqadi, bittadan bitta. Endi mana bu 10 tani biriga bir nisbatda deganligi uchun mana erkagi bilan urg'ochisi 5 ta bo'lsa, urg'ochisi 5 ta bo'ladi. Har bir urg'ochi 10 tadan tuxum qo'yganda, buni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsam, jami 50 ta tuxum qo'ygan bo'ladi. Endi shu 50 ta tuxum ichidan 50 ta lichinka rivojlanib chiqqan bo'ladi. Endi qarab turing, aytayapti, qush 6,25 ga semirgan bo'lsa, demak lichinka qancha bo'lgan? 62,5 grammga teng bo'lgan. Bu lichinka 62,5 vес olish uchun, ya'ni 0 bo'lsin dastlabki massasi deyapti. 0 deb hisoblaganingizda, o'simlikka o'tganda massa qancha bo'ladi desa 625 grammga teng bo'ladi. Shu bilan tugaydi. 38-si. Bitta asomda joylashgan, lekin 6 margan C gen esa boshqa noma'lum asomda joylashgan ekan. Va aytayapti, mana shu trigeterozigot o'simlik tahliliy yetishtirilsin dedi. Barcha belgilar bo'yicha heterozigot organizm 3 xil geni bo'yicha heterozigotlini topib qo'yishimiz kerak ekan. 3 xil geni bo'yicha heterozigotlik mana avlod yozib oladigan bo'lsam, mana bu joydan bir dona chiqadi xolos. Mana 1, 2, 3, 4 tasini olib qarasang ko'r. 1, 2, 3, 4 tasi
krasnoyarlangan gametadan chiqadi. Demak, mana organizm nokrasoyardan chiqadi. Hop, 100% umumiy gen bo'ladigan bo'lsa, 6% krasnoyar hisoblanadigan 1 kishiga 94 qolyapti. Endi bu 94 ni mana nokrasnoyardan chiqqan 4 ta genga bo'lib beradigan bo'lsam, bu 23,6% ga teng bo'ladi. Xo'p. Keyingi savolga o'tamiz. 39-sida beryapti. Qarang mana. DNK tarkibi nukleotid soni bilan u tarkibdagi vodorod bog'lari soni 1,3 marta kam. Nukleotid X belgilasam, vodorod bog'im 1,3 X ekan. Biz bilamiz, nukleotidlar soniga guanin sonini qo'shib bersak, vodorod bog'i kelib chiqish kerak edi. Demak, bu ikkalasining farqi, ya'ni mana 0,3 X nimani beradi desa, guanin sonini beraveradi. Va aytib qo'yapti, guaninlar soni deyapti, timinning sonidan 30 ta ko'p degani. Demak, mana 0,3 X dan 30 ayrsam, bu timinga teng bo'ladi degan. O'zi mana bu joyda nukleotid X belgilagandim. Mana X ni belgilasam, bir tarafga 0,5, bir tarafga 0,5 bo'ladi. Bizda guaninning soni 0,3 chiqib bo'lgan. Demak, mana X dan mana 0,3 ayrsam, 0,2 X 0,5 X dan, mana 0,5 X dan 0,3 ayrsam, 0,2 X bu timinni beradimi? Bizda timin mana bu joyda teng bo'lgani bor mana 0,3 X minus 30 ga. Demak, 0,3 minus 30 dan nechiga teng? 0,2 X ga teng. X olsam X 300 ga teng bo'ladi. So'ralayotgan narsa nukleotidlar orasida jam vodorod bog'lar. Jam vodorod bog'i biz mana yerda 1,3 belgilab bo'lganmiz. Shuning uchun mana 300 ni 1,3 ga ko'paysam 390 ta bo'ladi. Endi guaninlar soni, guanin 0,3 X bo'lgan, yana 300 ni 0,3 ga ko'paysam 90 ga teng bo'ladi. 40-savol. Azizbek bir kunda oqsil bilan yog' miqdori umumiy 240 gramm tashkil qilgan. Ya'ni mana oqsil bilan lipid ikkalasi 240 gramm bo'lgan. Yog' miqdoridan deyapti, ya'ni uglevod miqdori 5 marta ko'p bo'lgan deyapti. Demak, mana lipidni x belgilasam, mana uglevodni 5x belgilashim kerak bo'lardi. Qarang, buni x, buni 5x olsam, mana bu uglevod oqsil, mana uglevodni 5 dan 3 ni tashkil qiladigan joyi bor-da. Bu 5 taqsim 3 dan 1 bo'lganda 5 ni 3 ga bo'lib yorishim kerak bo'lib qoladi-da. Bu yerda butunlay son ketib qoladi kasrda. Shuning uchun mana nisbatga keltirib olib, mana uglevodni 6x oladigan bo'lsam, uglevodni 3 dan 1 oqsilga to'g'ri keladi. Ya'ni 6x 3 ga bo'lsam 2x bu oqsilga to'g'ri keladi. Endi mana bu joyda, mana bu lipidni qayerdan topamiz deydigan bo'lsa, lipidni mana bu joydan topsak bo'laveradi. Oqsil, ya'ni uglevod miqdori yog' miqdoridan 5 marta ko'p, oqsil bilan uglevod miqdori 1 ga 3 bo'lganmidi? Shundan foydalanib lipidni belgilaydigan bo'lsam 1,2 ga teng bo'ladi. Endi qarang. Yana butunda ketaveradi. Shuning uchun men yaxlit sonda borishga harakat qilaman. Bu polimer degani mana lipid energiyasini hisoblamasligimiz kerak. Mana bu oqsilning massasi 2x bo'ladi. 4 1 ga ko'paytsam 8,2x bundan chiqadi. Uglevod massasi 6x, buni ham 4 1 ga ko'paysam 24,6x bu energiyasi. Ikkalasining energiyasi 32,8 tashkil qilyapti. Endi mana 32,8x ni men qanchaga teng bo'lishini topishim uchun mana undan osonroq foydalansam bo'laveradi. Chunki mana oqsil bilan lipidni yig'indisini 240 gramm berganda, mana bu 2x bilan 1,2x bu noma'lum miqdordagi yig'indisi. Shu nechiga teng? Mana 240 ni 2,2x ga teng. Demak, mana 2,2x ni 240 ga teng bo'lsa, 32,8x ni qancha desak, 3578 ga teng bo'ladi.